Assalomu alaykum hurmatli dunyodoshlar. Mana bugun 11-fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil. Mana Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bugun bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Bozor ertalab 6 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bo'lyapti. Mana tovarlar donaga ham, pachkaga ham sotilaveradi. Faqat naqd pulga sotiladi. Qarzga, bo'lib berishga sotmasa bo'ldi. Ya telefon qiladigan odamga aytib qo'yish kerak-da. Uyingizga borib kiydirib kelmaydi. Telefon qilib bitta berib yuboringlar ham demislar ekan. Shuning uchun aytib qo'yapmiz oldindan. Narxi necha pul buni? 70 ming so'm. Narxi 70 ming so'm ekan. Karatsizlarni kiyim ekan mana. Xullas. Donaga, pachkagami? Qachkaga? Pachkaga ekan, donagachi? Donaga 75 ming so'm. Donaga 75 ming so'm bo'lar ekan. Chunki ko'p odam aytayapti, o'sha telefon nomerida aytganingizda aytib qo'ying deyapti-da. O yarim kechasi telefon qilib hali har xil boshni qotiryapti ekanda, o'zi nima ish qilardingiz deb. Bunisi necha pul? 85 ming. Buni 85 ming so'm ekan. 50 dan 60 gacha. 50 dan 60 gacha razmer, materiali bambuk. Hop, mana pachkadagi holatlari. Telefon nomeringiz nechi? 91. Nomerlari 91lik, 151 151 15 19. 15-19 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulotlar yoqsa, xudo xolasa, yana kimdir xafa bo'lib yurmasin, biz ham aytib qo'yyapmiz-da. Bu tomonlar nech puldan? Mana kichkina gulchali. 65 ming? Bu 65 ming so'm pachkaga, donagachi? 60 gacha. 70 ming. Donaga 70 ming so'm, razmeri 50 dan 60 gacha ekan. Materiali bambuga. Buningiz nech pul? 85 ming. Bu hali 85 minglikda rasvetkasi ekan. Bunisi Bir dona qolgan. nech pul bo'ldi bu? Bir dona qolibdi bundan. Nech pul? 120 ming. 120 ming so'm ekan. Xullas telefon nomerlari aytildi. Telefon qilaverasizlar.